imtihonga oz qoldi, lekin hali siz trigonometriya mavzusini o'tishga ulgurmadingiz yoki hali uni yaxshi tushunmaysiz. Sizga imtihonda agar shunga o'xshagan trigonometrik soddalashtirish tushsa, uni hech qanaqa formulalarni bilmasdan turib, faqat jadval qiymatlar orqali javobini topishni, javobdan kelish usuli orqali o'rgatamiz. Demak, qanday bo'ladi? Siz mana bu yerda berilgan alfaning o'rniga ixtiyoriy gradusini qo'yib hisoblashingiz kerak faqat. Deylik biz alfaning o'rniga ixtiyoriy 30 gradusni olib borib qo'ysak va uni hisoblasak qanday bo'ladi? Demak, 2 ga 30 ko'paysa kosinus 60, kosinus 60 gradusda 1/2. 1/2 ning kvadrati esa 1/4. 2 ko'paygan, demak 1/4 plus. 30 ga 6 ni ko'paytirsak 180, demak kosinus 180 desa -1 va ayrilgan 1. Mahrajga tushamiz. Demak, 30 ga ko'paytirsak sinus 6 ga 30 180, sinus 180 dan 0 va bu ifoda 0 ga aylanadi. Plus 2 ga 30 ko'paytirsak 60, sinus 60 desa ildizda 3/2 ga erishadi. 2 ga 30 ko'paytirsak 60, kosinus 60 da 1/2 ga erishadi. Demak, hisoblaymiz. 2 ga 4 qisqarib ketadi va bizda 1/2, -1, -2, mahrajida ildizda 3 taqsim 2 2 4 bo'ldi. Demak, ildizda 3 taqsim 4 bo'ldi. Bunga demak biz 2 marta mahraj bersak 4, ayirsak -3 taqsim 2 va mahrajimizda ildizda 3 taqsim 4. Demak, 2 4 ga qisqarib ketib 2 qoldi, ildizda 3 ni 3 ga bo'lib olsak ildizda 3 qoldi. Va mana bu 2 suratga aylanib chiqadi-da, natijamiz -2 ildizda 3 bo'ladi. Demak, biz variantlardan qaysidir biriga 30 gradus qo'yganimizda natija shuni bersa, to'g'ri javob bo'ladi. Demak, 5 ga 30 ko'paytirsak tangens 150, tangens 150 desa, demak bizda -1/2 ildizda 3 ga teng va bu bizda xato. Demak, buni 5 ga 30 ko'paytirsak 150, tangens 150 da demak, ikkinchi chorakda minus ildizda 3, oldida 2 bilan esa -2 ildizda 3 ga ega bo'ladi va aynan biz mana shu javobga keldik. Bizda to'g'ri javob B javobga mos keladi. Shu kabi misollarni qisqa va javobdan kelish usulini o'rganish uchun bizning sahifamizni kuzatishda davom eting.